Bu dunyodagi eng toza mamlakat. Oxirigacha ko'rsangiz albatta hayron bo'lasiz. Yaponiyada tozalik majburiyat emas, bu hayot tarzi. Hatto chiqindi tashiydigan mashinalar ham xuddi hozirgina avtosalondan chiqqandek ko'rinadi. Shunchalik tozaki, ularda o'z aksingizni ko'rishingiz mumkin va bu tasodif emas. Har kuni ishchilar ularni yo'lga chiqishdan oldin yuvishadi, chunki ko'chalarni ifloslantirish hurmatsizlik belgisi hisoblanadi. Bu hurmat hamma narsaga tatbiq etilgan. Chiqindilar bilan muomala qilish bu yerda haqiqiy fan. Har bir chiqindi turi uchun alohida kun bor. Organik chiqindilar, plastik, bankalar, qog'oz. Har bir toifa uchun maxsus paket ajratilgan. Agar saralashda xato qilsangiz yoki olib chiqish kunini o'tkazib yuborsangiz, keyingi yig'imga qadar chiqindi tashlay olmaysiz. Eng hayratlanarlisi, hech kim shikoyat qilmaydi. Buni hamma o'zaro hurmat tufayli qiladi. Panduslar, liftlar, tutqichlar hammasi yaraqlab turadi. Buning sababi nazorat emas, balki har bir inson hammaga tegishli bo'lgan narsaga g'amxo'rlik qilgani uchundir. Yaponiyada tozalik majburiyat emas, ularning shaxsiyatining bir qismi.